Bugun kechga nima ovqat qilsam ekan degan savolga javob topish xona pishirishdan ham qiyinroq men uchun. O'ylab tojiklarning milliy taomini tayyorlagim kelib qoldi. Eng oson tayyorlanishini sizga ham qoldiraman. Assalomu alaykum. Birinchi bo'lib o'zimiz tayyorlagan qatlama nonimizni pishirib olamiz. Keyin esa qurtlarni issiq suvga ivitib 5-10 minutga qoldiramiz. Ezib aralashtirib olamiz. Piyoz, bodring, pomidor, ko'katlarni yupqa pare qilib to'g'rab olamiz. Ozginchagina tuz solib aralashtirib olamiz. O'zi bu taomga go'shtni xil qilib pishirish kerak, lekin meni erinchoqligim tutdi. Tayyorgina Foodmax'ning halol tushonka go'shtlaridan foydalanib qo'ya qoldim. Siz bu tushonkalarni karsinka yoki uzum marketdan topsangiz bo'ladi. Foodmax'da pomidordan tayyorlangan shunaqa soslar ham bor. Tushonkalarni skоворodkada bir ozgina qizdirib olamiz. Hamma narsa tayyor, endi tojikcha taomimizni suzishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib kirsillab pishgan qatlama nonimizni bir nechta bo'laklarga bo'lib laganimizga solamiz. Ustiga qurtdan tayyorlangan ayronimizni quyib olamiz. Foodmax'ni sousidan solib, achchichu va tushonka go'shtlarini terib chiqamiz. Ustidan damashniy sariyog'ni eritib quyib yuborsangiz bormi? Menda sariyog' yo'q edi, shuning uchun tushonkani suvdan quyib yubora qoldim. Siz ham go'sht pishirishga 2 soat vaqtingiz ketkazmasdan bu usulda albatta tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha.